Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan muqobil. Bugungi videomizda biz do'stlar seed orqali videomaniya qilamiz. Men ko'rgan birinchi seed do'stlar nima edi? Mi edi. To'xtanglar, avval nazar qilib bunday mi deb yozamiz. Do'stlar, birinchi seed shunaqa. Birinchi emas u, videomaniya qilamiz. Bugun seed orqali do'stlar. U seed do'stlar bilmayman. Qishloq edi. Qishloqda rosa chiqdi-da. To'xtanglar, shader qo'shish esdan chiqibdi. Chunki do'stlar bu Minecraftga shader ham bor yoki boshqa narsa, kechirasiz. Mana do'stlar, mana shunisi yaxshi. Bu videomaniyamizni do'stlar kim bilan qilay? Akam bilanmi yoki do'stim bilan? Do'stimni videoda tanishtiraman. Kommentariyada do'stlar akam yoki men zo'rligimni yozib qoldiringlar. Akamni bilasizlar. Gengi.uz kanali do'stlar. Unda hamma narsani yozsa bo'lamiz. Va do'stlar tosh quvlashga kirishamiz. Hozir do'stlar 20 ta tosh quvlay. Mana do'stlar vaqtinchalik uycha quraymi? Nima yo'q? Mana do'stlar, endi 2 blokni bunda qo'yamiz. Mana do'stlar, vaqtinchalik uyimiz tayyor. Faqat kichkina do'stlar. Va do'stlar, verstag yasaymiz. Tosh kirka, toshli tabor va bu yerlarni qaytalashtiramiz. Do'stlar, videomaniyam do'stlar, agar kam prosmotr yig'sa, men shartta mana shu videoni o'chirib tashlayman YouTubedan. Chunki menga kam like, kam prosmotrlar umuman kerak emas. Shunchaki prosmotrlar ko'p bo'lsa, men shunchaki video chiqarib beraman. Kam bo'lsa teskarisi. Va do'stlar, uyimizni ozgina bitirdik. Mana. Endi mana bu yerni tozalaymiz, mana bu yerni. Mana bu yerni 5 ta like bo'lsa, mana shu videoda ikkinchi qism chiqadi. Men buni do'stlar cheksiz qism qilmoqchiman. Olmoslar topib. Agar like yig'ilmasa do'stlar, bilmayman, chiqmaydi ikkinchi qism. Chiqishi uchun do'stlar, albatta sizning yordamingiz kerak. Nimaga men shu yerda verstagim bor? Bilmayman. Do'stlar, mana shu yerni pauza qilib qo'yaman. Birinchi taraf tayyor, ikkinchi taraf tayyor. Daraxt olib boryapman do'stlar. Mana yangi uyimiz do'stlar. Endi bu uyimizga do'stlar eshikni qo'yamiz. Bum. Va do'stlar, yana ko'ringlarmi? Do'stlar, mana shunday, mana do'stlar, klisalik qilamiz. Mana shu toshni olib do'stlar, bilamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Bu verstagning tagi bo'sh bo'ladi. Men yovuzman. Bu yerdan nimalar do'stlar?
Bu yerda do'stlar sandiq. Mana shu urug'ni do'stlar tashlamaymiz, chunki bu ferma qilishga kerak bo'ladi. Fermamiz suv qani? Ha, ana do'stlar, o'lmaymiz mana shu yerga kelishga. Mana do'stlar. Mana do'stlar. Shunchaki urug'ni ekamiz. Endi ketdik uyimizga. Dunyodagi eng zo'r uyga. Bu sandiqimizga taxtalar, toshlar farqi yo'q. Hamma narsani solamiz do'stlar. Bizda kravat yo'q. Lekin pishga. Do'stlar, mana shuni nima edi? Bunda ha do'stlar, endi qornimiz ochmaydi. Ham zombilar ham paydo bo'lmaydi. Chunki do'stlar, nimani yo'qib qo'yaman. Endi do'stlar, uyimizdan sal nariroqqa kerak. Chunki hayvon topish uchun qornimiz ham ochmaydi, zombilar ham spawn bo'lmaydi. Birinchi epizodi yetay deb qoldi do'stlar. Ikkinchi epizod bir haftalarda chiqishi mumkin. O lava. Sizamanda. Uyga ketdik do'stlar. Chunki bu yer menga yoqmadi. Uyga ketdik. Endi do'stlar, tun bo'lishini kutishimiz kerakmi? What the up? Ha do'stlar, kutamiz. Hammaga xayr deyman. Hozir kutinglar do'stlaringizga. Mana million yil deganda do'stlar, tun bo'ldi. Va do'stlar, zerikmasligingiz uchun hammaga xayr. Hozir do'stlar bum qilamiz. Ko'rdinglarmi do'stlar? Endi hammaga xayr, sizlar bilan muhibullo.